Barcha stomatologiya sohasida ishlaydiganlarga bir dona savol. Sizning yoningizga bemor kelsa va u sizga tishlarni plomba qilish niyati borligini aytdi. Vaholanki sizdan oldin u boshqa shifokorga borib, tishlarni nervlarni oldi deb, kanal plombalar qildi deb, hammasi joy-joyidaligini ta'kidladi. Bunaqa holatda agar siz buni qabul qilishga haqlimisiz, ya'ni plombasini qilib qo'yish mumkinmi yoki mumkin emasmi? Xuddi menda ham shunaqa bir muammo bo'ldi. Ya'ni bir bemor keldi va tishlarni plomba qilib qo'yishimni iltimos qildi. Va bunaqa holatda albatta men rad javobini berdim va o'sha birinchi borgan shifokorga borib plomba qildirishni ta'kidladim. Va u sal jahli chiqqan ohangda nima farqi bor? Pulini olib plombani qilib bermaysizmi degan ma'noda gapirdi. Va shu ohangda ozgina o'tamizda kelishmovchilik bo'lib qoldi. Jahli chiqib ketdi. Xo'sh, bunaqa holatlarda kim aybdor bo'lib hisoblanadi? Bemormi yoki shifokormi? Agarda kimda qanaqa fikr bo'layotgan bo'lsa, kommentda o'z javobingizni yozib qoldiring.